Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va o'zining maqtanchoqligi bilan internetda shov-shuv uyg'onishiga sababchi bo'lgan 2003-yilda tug'ilgan Jumayev Asadbek Anvar o'g'li Uzbelas Performance nomli tuning kompaniyasining ishchisi bo'lib, yuz bergan ushbu holatga aloqasi yo'qligini bayon etdi. U faqat transport vositalarini tuning qilish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi rezonans esa ushbu bolaning maqtanchoqligi va ijtimoiy tarmoqlarda PR qilmoqchi bo'lganligi oqibatida tayyorlangan saviyasiz kontenti sabab yuzaga kelgan. Kimdir 15 sutka kirib keta oladi bu narsa orqasidan, no biz kichkina shtraf bilan ajavatsiya qildik. В размере 10 minimal. Instagram va boshqa internet publikatsiyalar chiqdiki, что biz yoshlarni mana shunaqa narsalarga targ'ib qilayotgan ekanmiz. Avvalambor noto'g'ri ish qilganmiz. Intervyu qo'ygan odamni montajini tekshirib keyin qo'yishimiz kerak edi avvalambor. No, shu narsa o'tib ketib qoldi. X5 va X7 BMW rusumli avtomobillariga vaziyatga qaytadigan bo'lsak, o'sha momentda men videosini qo'yganman, что